2026 forumi ham mana bugun e'tirof etilish marosimida ko'rishib turibmiz. To'rt kun davomida biz bilan barcha viloyat soliq boshqarmalari, tuman inspeksiyalaridan kelgan va qo'mitamizdan kelgan yosh soliqchilar bilan birgalikda kelajakdagi rejalarni belgilab oldik va mana shu tizimga iqtidorli, salohiyatli kadrlarni kashf qildik. Shuning uchun mingdan ming rahmat aytamiz yurtboshimizga, bizga mana shunday sharoitlarni yaratib berganlari uchun. Katta rahmat aytamiz hurmatli raisimizga mana shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlagani uchun. Yosh soliqchi 2026 nominatsiyalari bo'yicha eng faol va tashabbuskor qiz 2026 nominatsiyasi g'olibasi Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasidan Otina Qurbonboyevaga nasib etdi. Muborak bo'lsin. Forumning eng faol tashkilotchisi Samarqand viloyat soliq boshqarmasi. Eng intellektual jamoa Navoiy viloyat soliq boshqarmasi. Eng yaxshi startap tashabbus Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasi. Eng yaxshi hududiy jamoa Buxoro viloyati soliq boshqarmasiga nasib etdi. Eng yaxshi yosh lider 2026 Toshkent shahar soliq boshqarmasi Parpiyev Azizbek Zafarovich. Eng yaxshi yosh soliqchi 2026 nominatsiyasi Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi Xalilov Shukrullo Umidjonovga nasib etdi. Davomiy qanchalarni olqishlab qo'yamiz.